Assalomu alaykum, kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda varaqlar tayyorlaymiz, lekin bu varaqlar mini kichkinagina bo'ladi. Marhamat, tomosha qiling. Men hozir 2 zuvala xamir tayyorlab ko'rsatib beraman, lekin sizlar bir zuvalasini tayyorlaylar, chunki bitta zuvaladan ham anchagina varaq tayyor bo'ladi. Bizaga 500 ml suv kerak bo'ladi. 1 osh qoshiq tuz solamiz. Demak, yarim litr suv, 1 osh qoshiq tuz, 200 gram eritilgan sariyog' yoki margarin ishlatamiz. Mana margarinni yoki sariyog'ni eritib quyib olamiz. Bizaga 1 kilogram un kerak bo'ladi. Elangan unni mana endi solib, xamir qorishni boshlaymiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirni yaxshilab mushlab olamiz. Xamirni tog'orachadan ish stolimizga olamiz. Xamirni hozir biz 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Boshida ham aytdim sizlarga 2 zuvala bo'ladi dedim. Demak, mana 2 ta zuvalani tayyorlab olamiz. Paketga o'rab, birpas tindirib qo'yamiz. Tayyorlayotgan varaqlarimiz mini varaqi, ya'ni kichkinagina, maydagina bo'lgani uchun juda ham ko'p chiqadi, barakali chiqadi. Shuning uchun opisaniyada ham yarim porsiyasini yozib qoldiraman. Xamirlar tinib turadi. Hozir bizaga mayda to'g'ralgan piyoz kerak bo'ladi. Piyozni qizib turgan yog'ga solib, birpas o'ldirib olamiz. Ya'ni yaxshilab qovurib olamiz. Bugun sizlarga go'shtsiz kartoshkali varaq tayyorlab ko'rsatib beraman. Demak, piyozni tayyorlab, sal qizg'ish rangga kirgandan keyin o'chiramiz, olovni birpas sovutib qo'yamiz. Bu paytda bizaga qaynatilgan kartoshkalar kerak bo'lardi. Kartoshkalarni pishirib tayyorlab olganman. Pishirayotganimda tuz sepib pishirganman. Tuz solmayman. Mana sariyog' qo'shamiz. Pishgan kartoshkalarni ezib, pyure tayyorlab olamiz. Hozir endi boyagi qovurib olgan, ya'ni qizartirib, sal o'ldirib olgan piyozni kartoshkaga solib turib aralashtiramiz. Bu juda ham mazali ham yeyishli chiqadi. Aralashtirayotganimizda yana ozgina maydalangan qora murch sepamiz va buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkasi tayyor bo'ldi. Orada anchagina vaqt ham o'tdi. Endi xamirni olib yoyishga o'tamiz. Mana xamirimiz yaxshi tinib oldi. Yana ozgina men ishlov berib olaman. Endi un sepib turib xamirni ochib olamiz. Xamirni qo'limiz bilan yaxshilab katta qilib ochib olamiz, o'qlov yordamida yoyib olamiz. Katta qilib yoyib olamiz. Lekin juda ham yupqa bo'lib ketmasin. Xonim mantidagi yupqa xamir yoyilmaydi, sal qalinroq bo'ladi. Xamirni yoyib olamiz. Yoyib olganimizdan keyin o'qlovga o'rab taxlab olamiz. Hozir xamirlarni bo'laklarga bo'lib olamiz. Demak, bizaga kichkina piyola kerak bo'ladi. Katta piyola bor, bizada kichkina piyola bor, to'g'rimi? Ana shu piyolada o'lchab turib xamirni bo'laklarga bo'lamiz, ya'ni kesib olamiz. Shunda xamiri bo'laklarining razmeri ham bir xil bo'ladi, varaqlar ham bir xil chiqadi. Lentalarga bo'lib oldik. Endi bularni ham yoyib chiqamiz, ustma-ust taxlab chiqamiz va bu xamir bo'laklarini ham piyola yordamida bo'laklarga bo'lib olamiz, ya'ni kesib olamiz. Mana shu paytda olovga qozonni qo'yamiz yoki tavani qo'yamiz, yog' solamiz, qizdirib qo'yamiz. Xamirlarni kesib olganimizdan keyin xamir bo'laklarini taxlab ustini yopib qo'yib turamiz va bir chekkadan tugishni boshlaymiz. Qolgan xamir bo'laklarini usti yopiq turish kerak, o'zingizlar bilasizlar, qazib qolish kerak emas. Demak, bir bo'lak xamirni olamiz, oldimizga bir tekis qilib yoyib olamiz. Yarim osh qoshiq, 1 osh qoshiq miqdorida pyuredan solib chiqamiz. Menja unaqa 1 osh qoshiq to'la solmadim-ku, lekin yarim osh qoshiq to'la solib chiqdim. Mana endi tugishni boshlaymiz. Xamirni 2 ga bo'klaymiz, chetlarini yaxshilab yopishtirib olamiz. Mana endi oysimon qilib varaqi kesadiganda kesib olamiz. Xamirimizda yetarlicha yog' bor, xamirimiz osongina yopishadi. Unaqa quruq xamir emas. Kartoshkalar chiqib ketmasligi uchun yaxshilab yopishtirib olamiz. Varaqi kesadiganda yarim oy shaklini berib kesib olamiz. Mana shu tarzda tez-tez tugib olamiz. Olovga
yog'ni qo'yib qo'yganmiz, qizdirib past olovda turibdi. Pishirishni boshlaganimizda olovni ozgina ko'taramiz. O'rta olovda, uylarda agar juda ham gaz baland bo'lsa, o'rta olovda, agar sal pastroq bo'lsa, o'rtadan xiyol baland olovda pishirib olamiz. Demak, endi pishirishni boshladik. Mana birin-ketin solib, yog'ini o'girib pishirib olamiz. Mini varaqlar juda ham mazali chiqadi, ayniqsa issiqligida yesanglar juda ham mazali. Pyuresi ham mazali chiqdi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Varaqlar mayda bo'lgani uchun ham yeyishga ham qulay. Demak, varaqlarimiz pishdi, birin-ketin yog'dan silqitib olamiz. Qolgan tugilgan varaqlarni ham birin-ketin pishirishni boshlaymiz. Juda ham tez pishadi, oson tayyorlanadi. Varaqlarni yarim oy shaklida emas, to'rtburchak, o'zi haqiqiy varaqlar shaklida tayyorlab pishirishingiz ham mumkin. Hozir men sizga u variantini ham tugishni ko'rsatib beraman. Varaqlar juda ham tez pishadi. O'shaning uchun pishirish jarayonida yog'ini o'girib turinglar. Juda ham qizarib ketib qolmasin. Mana varaqlarni oldik. Hozir men sizlarga endi haqiqiy to'rtburchak varaqni tugib ko'rsatib beraman. Nachinkasini sovolamiz, xamirni ikkiga buklab, chetlarini yaxshilab yopishtirib olamiz va to'rtburchak shaklda varaq kesadiganda kesib olamiz. Varaqlarni qiymali tayyorlasanglar ham juda ham mazali chiqadi. Demak, ekranda ko'rib turganimizdek tayyorlab olamiz va ketma-ket bularni ham pishirib olamiz. Yana bir narsani aytib o'tdik sizlarga, mana shu xamirdan qovurma chuchvara ham tayyorlasanglar bo'ladi. Chuchvara ham juda ham mazali, pufakchalari ko'pgina chiqadi mana shu xamirdan. Menga ko'proq to'rtburchaklari yoqadi. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Varaqlar hammasi ham pishib tayyor bo'lib qoldi. Endi tezgina issiqligida yeyish uchun dasturxonga tortamiz. Mana kanalim muxlislari varaqlarni ko'ryapsizlarmi? Ranglarini chiroyli chiqqanini. Pufakchalari ham ko'pgina. Bu mini varaqlar. Maydaroq qilib tayyorladim. Ustlari qasir-qusur chiqadi. Juda ham yeyishli, xamiri yeyishli. Orasidagi kartoshkali nachinkasi ham juda ham yeyishli. Varaqlar anchagina chiqdi. Bu hozir sizlar ko'rib turganinglar bitta zuvoladan tayyorlaganim. Shuning uchun opisaniyada ham bitta zuvolaga kerak bo'lgan masalliqlarni yozib qoldiraman. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Doim o'ylagan niyatingizga yetib yuring. Xayr, salomat bo'ling.